Bu o'yinlarni telefoningizga o'rnatib olganingizdan keyin aniq sizni zeriktirib qo'ymaydi. Videoni oxirigacha ko'ring. Videoni oxirida o'yinlarni qatdan yuklab olishingizni aytib o'taman. Birinchi o'yinda siz okeanda yashab qolishga harakat qilishingiz kerak bo'ladi. Okeandan suzib kelayotgan narsalarni yig'ib o'z kemangizni qurasiz. Akulalardan ehtiyot bo'lish esingizdan chiqmasin. Grafikasi ham ajoyib qilib ishlab qo'yilgan. Keyingi o'yinni ko'rsatishimdan oldin bu videoga like bosib, videoni saqlab qo'ying hamda kommentariyada qanaqa telefon ishlatishingizni yozib keting. Bu o'yin qo'rqinchli o'yinni o'ynashni yoqtiradiganlar uchun maxsus horror o'yin. Bu o'yinni kechqurun o'ynasangiz, aniq ertalabgacha uxlolmay chiqasiz. Sizni qiziqtirib, ichiga tortib ketadi o'yin. Uchinchi o'yin konstruktor o'yin. Bu yerda siz ekskavator kamazlar haydab quruvchilikda qatnashasiz. Bu o'yin sizni aniq qiziqtirib qo'yadi. Ya'ni simulyator o'yin. Mazza qilib o'ynaysiz. Bu o'yinlarni Play Marketdan topa olmaysiz, chunki bu mod versiya. Hozir sizga qatdan yuklab olishingizni aytib o'taman. Kommentariyada yuklash so'zini yozasiz, profilim shapkasiga o'tasiz. Bu yerdan ilova X so'z bot joyiga bosamiz. Bu yerdan ham yuklash joyiga bosib, mana shu sulkaga bosasizlar. Keyin bu yerdan продолжить qilamiz. Keyin mana shu botimiz ochiladi. Botimizga start bosamiz. Start bosganimizdan keyin o'yinlar joyiga bosamiz. Bu yerda ko'rishingiz mumkin, mana shu o'yinlarni tashab qo'yganman. Bemalol ustiga bosib, mazza qilib o'ynasangiz bo'ladi. O'yinlarni sizga botimiz tashab beradi. Bu videoni hoziroq 5 ta eng yaqin do'stingizga jo'natib qo'ying. Ular ham bu o'yinlarni yuklab olib, mazza qilib o'ynashsin. Profilimda bundan da zo'r o'yinlar bor.